الصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين. Assalomu alaykum hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar. Yaratganga hamd va sanolar bo'lsin. Sizni bizni musulmon farzandi qilib yaratib, qalbimizga hidoyat berib, iymonimizni mustahkam aylab, mana shu juma kunini ulug'ligini bildirtirib, o'zi buyurib farz etgan namoziga loyiq ko'ribdi. Masjidga keltiribdi. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Hammamizni rushdi, hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Birodarlar, mana hozir shu Talbisul Iblis kitobni davomini yana etib beramiz. Hayotimizda bu iblis, bu shayton ko'p bizni chalg'itadi. Bizni ashaddiy dushmanimiz. Otamiz Odam alayhissalomni shundoq jannatdan ketishlikka sabab bo'lgan va butun qiyomatgacha ne insonlarni ha ibodatda bo'lsin, ha boshqada adashtirgan, noto'g'ri yo'llarga kirgizdirgan mana shu mal'un la'in shayton bilan qanday kurashish kerak, nima qilish kerak, mana shularni Alloh subhanahu va taoloning kalomidan, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislaridan, ulamolardan, ulug' zotlardan olib yozib, sizni bizga mana shu ta'limotni beribdi. Biz ham jumada shuni davomini qilib ketaveramiz. Shu kelgan joydan yana davom. Abu Musa Ash'ari aytadilarki, sahoba Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan eshitib rivoyat qilyaptilar. Shayton tong otganda o'zini mal'un tojini kiyib, butun katta gunoh ishlarni qiladigan askarlariga, qani sen nima ishlar qilding bu kechasida desa, bittasi aytarkanki, men ikkita eri xotinni hech qo'ymasdan eri taloq qo'yvordik, taloq qildirtirvordim. Halol xotini o'ziga harom bo'ldi. Ha boshqa xotinga uylanishi mumkin. Xo'sh, sen nima ish qilding deb boshqasidan so'raganda, men ota bolani urushtirib qo'ydim. Oxiri otasi oq qivordi, oqpadar qilib duo qivordi. Yarashib qolib, o'g'li yana kechirim so'rasa, duoyi badini bekor qilib, bolasini haqqiga yaxshi duo qilvorishi mumkin. Bu ham katta ish emas. Xo'sh, sen nima ish qilding? U aytarkanki, men shundoq bir ish qildimki, bu kechasida ko'p odamni zino qildirtirdim. Yaxshi qilsan, bu ishingda 3-o'rinni egallading. Ikkinchisidan, sen nima ish qilding? Men aro ishtirtirdim. Mast qildirdim. Aqlini yo'qotib ko'p ishlarni qilardi. Yaxshi, sen 2-o'rinni egallading. Sen nima ish qilding? 3-sidan so'raganda, men urush tirib qo'yib, ikkita og'aynini oxiri bittasini o'ldirdi. Sen oliy daraja, 1-o'rinni sen olding. Bitta odamni bir odam o'ldirishligi
o'lgan ham do'zaxi bo'lib qoldi, o'ldirgan ham. Chunki bir-biri bilan urush qilishdi. Bu uni o'ldirmasa, buni bu o'ldirardi. Mana ikkita odamni iymonsiz ketishiga, iymonsiz ishlarni qilishiga, katta gunoh ish qilishiga sabab bo'lsan, sen birinchi o'rinni olsan. Bir daraxt bor ekan. Bu daraxtga odamlar cho'qinar ekan. Borib sig'inar ekan. Lata bog'lashib, menga bir farzand bersangiz deyishar ekan. Yo qizil lata bog'lab, menga bir boylik, omad bering derkan. Yo lata bog'lab, o'g'limga xotin topolmay yuribman, shu bir baxtini bersa deb daraxtga har balolarni bog'lab daraxtdan so'rashar ekan. Bu yo'llarimizda, dalalarga yo'llarda tushganimizda shunaqa daraxtlarni ko'rganmiz. Ko'zimiz tushadi ham, latalar osib qo'ygan daraxtlarni. Ayniqsa bir mozor bo'lsa, palonchi otani mozorini oldidagi daraxtga shunaqa narsalar osiladi. Bu o'z-o'zidan butga sig'inish, daraxtdan bitta endi but bo'ladi, o'shanga sig'inish, daraxtga ibodat qilish bo'ladi. Bir obid odam bunga chidolmabdi-da, boltani olib shu daraxtni debdi kesvoraman. Odamlar namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, daraxtga borib sig'inadi, daraxtga borib lata bog'laydi, dardini aytadi. Buni ibodat qilish kerak, namoz o'qish kerak. Buni endi tushunmasdan dindan chiqib ketayotganini o'zi bilmaydi. Boltani olib haligi obid daraxtni chopaman deb ketyapsa, bu daraxtga sig'intirayotgan kim? Shayton. Shaytonni ham uncha-muncha ilmi bordi. Mashinasi buzilib qolgan bo'lsa, daraxtga bunday lata bog'lasa, birdan mashina o'zidan tuzalib qolsa, ana. Men shu daraxtga latani bog'ladim, o'zidan o'zi tuzalib qoldi mashinam deydi-da, uni latani ko'proq bog'lab yuradi. Yo bir ish bo'lsa, o'shani to'g'irlab qo'yapti, shaytonda ham ilm bor-da. O'z-o'zidan daraxtga sig'inib qoladi. Haftada bir borib turadigan bo'ladi. Bir ikkita ishini to'g'irlab qo'yadi shayton ilmi bilan. Endi shuni kesaman deb borsa, shayton bir odam suratida chiqdi-da, birodar, maqasang kesib kesmagin, sendan iltimos. Odamlar daraxtga sig'inib iymonidan ajralib butparast bo'lib ketyapti. Men sindiraman, Alloh uchun sindiraman desa ham yalindi. Menga qara dedi, kambag'alsan dedi. Har kuni ertalab shunday yostig'ingni ko'tarsang, ikkita tilla dirham olaverasan. Qayerdan seni qo'lingdan keladi? Xo'p, dur, men eplasam bo'ldimi? Sen shunday o'yg'onganingda yostig'ingni ko'tarasan, ikkita dirham tanga turadi. Shu daraxtni kesmagin. Haligi ikkita dirhamga bechara obid aldanib qopti. Sahar tursam, yostig'imni bundoq ko'tarsam, ikkita tilla tanga tursa, bo'pti, sig'insa, sig'inavermaydim, menga nima debdi-da, ketibdi orqasiga qaytib. Uxlab ertalab bundoq yostig'ini ko'tarsa, ikkita tilla tanga turibdi, xursand yonga urgan. Ertasiga yana uyg'onib qarasa, bor. 3-kun yo'q, 4-kun ham yo'q. Jahli chiqibdi-da, nomard 4 ta dirham berib boshqa bergani yo'q. Har kuni chiqib turadi debdi-da, boltani ko'tarib daraxtni sindirgan ketibdi. Daraxtni oldiga kelganda shayton o'zini bo'yi basti bilan ko'rinibdi. Ha, nima qilmoqchisan? Shaytonni ko'rib qaltirab qopti hali obid. Men shu daraxtni kesaman. Meni ko'ryapsanmi kuchimni? Majag'ingni chiqazib yuboraman, bo'yningni uzib yuboraman, yo'qol. O'sha avvali nochor bo'lib uchragan men edim. Xudo uchun ketyotuvding. Sen tomonda farishta Alloh bor edi. Men qo'rqdim. Seni men adashtira olmayman, senga kuchim yetmasdi. Chunki Alloh uchun ketganing uchun, Alloh uchun yurganing uchun seni Alloh farishtalar himoyasiga qo'yib qo'ydi. Endi dirhamni deb ketyapsan. Seni oldingda farishta ham yo'q, Alloh ham seni yonida olmaydi. Sen haligi ikkita tanga bo'lmaganiga jahl qilib ketyapsan, hozir bo'yningni uzib yuboraman, yo'qol degan ekan. Har bir ish Alloh uchun bo'lsa maqsadingizga yetasiz.
o'shani ichidan nafsoniyat qo'shilsa maqsadga yetilmaydi. Mana ko'p ishlar bo'lyapti. Ba'zilar maqsadiga yetdi, ba'zilar maqsadiga yetmaydi. Ana shu maqsadiga yetmaganligida Xudo uchun bo'lmagan o'sha ish. Bir zamirida o'zini nafsi boylik orttirish yo bir mansabdor bo'lish niyatida qilganligi uchun Alloh taolo ularni maqsadiga yetkazdirmadi, birodar. Maqsadga yetadi qachonki har bir ish fi sabililloh bo'lsa, Alloh uchun bo'lsa. Iblisni bu yoqni ham eshitib bilib qo'yinglar, o'sha katta iblisni 5 ta o'g'li bor. Nihoyatda bular ko'p ishlarni qiladi. Asosan o'zini 5 ta iblisning o'g'li bor. Shaytonlar ko'p, jin avlodini kofirlari hammasi shayton, hammasi vazifalarni bajaradi. Endi o'shalarga hammasiga boshliq qilib qo'yilgan 5 ta o'g'li bor Azozilni. Bittasini oti Sabur, Avaz, ikkinchisi Avar, Musvat, uchinchisi, to'rtinchisi Dosim, beshinchisi Zaknabur. Suburi odamlarni boshiga g'am, musibat kelganda voydod deb yoqa yirtib, o'zini yuzini timdalab, sen o'ldirding, seni deb bo'ldi, sen shunday qilmaganingda shunaqa bo'lmasdi degan g'alvalarni boshchilik qilar ekan. Shularni ayollarga, ba'zi bir xil erkaklarga mana shu ishlarni keltirtirar ekan. Taqdiri shunaqa ekan, ajali yetibdi, shundoq bo'pti digizdirtirmasdan bir baloni, g'alvani yana musibat ketidan musibat keltirishga harakat qildirtirar ekan. Avari esa zino ishlarini qildirtiradi. Insonlarning ko'ziga fahish ishlarni, buzuq narsalarni, zino ishlarini qildirtirishda shu boshchilik qilar ekan. Musvati esa yolg'on gap tarqattirar ekan. Bir odam keladi, o'z ko'zim bilan ko'rdim, otini eshitganim yo'q-ku, bir joyda palon bir baltar bir ish bo'pti. O'layotgan odamni bittasi kelib o'lganini tiriltirib qo'yibdi. O'sha odamni o'zim ko'rdim. Oti nima ekan, qayerda ko'rding? Otini so'ramabman, bilmabman. Bir narsani mundoq qilganini, undoq yolg'on narsalarni tarqatishadi. Mana shuni o'zimiz hayron qolamiz, ba'zida hammaga shu yolg'onlar tarqab ketadi. Hali qog'ozlarga yozib ham tarqatishadi. Men shuni 10 ta xonadonga olib borib bermasang, u bo'ladirsan, bu bo'ladirsan qilishadiganlar bor-ku. Ana shular ham hammasi nimasi musvatli ishlari. To'rtinchisini oti Dosimi, u xonadonda mojaro chiqazdirar ekan. Erkak uyga kirgandan keyin uydagilarni kamchiligini ko'ziga ko'rsattirar ekanda, oxiri urush, janjal, ajralish yo kaltaylash yo bir bolalarni oq qilish shunaqa narsaga olib borar ekan. Bu shunday ilmga ega ekanki, ayolni ering yurib kelyapti hozir, seni ustingga derkan. Erkakka hozir o'ynashi chiqib ketdi, xotinini uydan digizdirib qolar ekan. O'shaning uchun bir xil odam kira qidirib qoladi bir nimalarni. O'sha bu ham kasallik deyiladi, o'shalik shaytoncha egallab olgan bo'ladi. Bir xil xotin xuddi eri ishdan charchab kelsa, boshqa joydan o'ynab kelgandaqa hamlasini boshlaydi. Bu mana shu mal'un lain shaytonni Dosim degan o'g'lini xizmatlari bo'lar ekan, 4-siniki. Zaknaburi bozorda hiyla-nayran qilar ekan, tujjorlarga, savdogarlarga, hay bir 6 so'mdan sotsam foyda qoladi deb turgan paytida ko'ziga dunyoni ishlarini chiroyli ko'rsattirib borib, hali 6 dan qolsa o'zimga foyda halol bo'ladi deb turgan 9-10 duvorganini o'zi bilmay, ba'zi nimalarni aldab tarozilarimda bunday qilib o'zi bilmay qolar ekan, bunga aldanib qolishlikka. Endi bularni hammasini panohini mana endi o'tamiz. Ularning o'ziga yarasha duolari va o'ziga yarasha Xudodan bo'ladigan iltijolari bor.
Her bir insonni shaytoni bor. İnsonni har qandayini, hatto mana payg'ambarda ham bo'lgan ekan. Bir kuni Oysha onamizdan rivoyat qilinadi bu hadis. Kharaja min indaha laylan qalat faghartu alayhi faja'a fara'a ma asna'u faqala ma laka ya Aisha agharta faqultu wa ma li la yugharu misli ala mislik faqala aw qad ja'aka shaytanak qalat ya Rasulallah aw ma'i shaytan qala na'am qultu wa ma'a kulli insan qala na'am قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن رب عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. Yani bir kuni Oyisha onamiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni rashk qilib qolibdilar. O'zlaridan o'zlari bir urush chiqazgizlari kelib, tumshuq qovoqlari o'yilib, odatdagidek ayollar rashki kelib qolganda haliginday bir narsadan janjal chiqazgisi kelib, qovoq tumshuq o'yilib, mana shunaqa bo'lib qolgandek, Oysha onam ham shunday bo'lib qolibdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima bo'ldi senga Oysha? Rashkim kelib qoldi. "Iya, jining keldimi? Shaytoning kelibdi-da" dedilar. "Ha, endi siz ham rashk qilasiz-ku, sizda ham shayton bormi?" debdilar Oysha onam. Albatta menda ham bor dedilar. Senda ham bor, menda ham bor. Har bir insonga Alloh o'zi yordam beradi, shaytoni ketadi. Menda ham bor, lekin menga g'oliblik qila olmaydi shayton degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Allohning o'zi yordam beradi. Boshqalar duo, auzu billahi minash shaytonir rojim, la ilaha illalloh, Muhammadur rasululloh, Bismillahirrahmanirrahim. Mana shu kalimalarni aytishlik bilan o'zidan shaytonni daf qilgan bo'ladi. La havla va la quvvata illa billahil aliyil azim degan kalimalarni aytib degan ekanlar. Har bir insonning qonida yuradi shaytonning hiyla nayrangi. Xudo bu avvalgi jumalarda aytgandek shaytonni shu sinov dunyo uchun shunday qilib yaratdi. Hatto insonlarning qonida yuradi shayton deyaptilar. Bunga bir hadis hujjat bo'ladi. Ummul Mu'minun onalarimizdan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning zavjai mutaharratlaridan Safiya onamiz aytadilarki, payg'ambarimiz masjidda e'tikofda edilar. Masjidda e'tikof turdilar. Ya'ni bir hafta masjidga kirib ibodat qilib masjiddan chiqmay shu ibodatda bo'lardilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shu e'tikof boshqa odamlar bilan gaplashmay nima qilmay shunda yegulik narsa obordim deydilar Safiya onamiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam huzurlariga. Qorong'i kech tushib qolgan edi, meni kuzatdilar deydilar. Masjiddan chiqib payg'ambarimiz xotinlari Safiya onani uyiga kuzatayotganda ikkita odam ko'rib qolishibdi-da, ikkita odam turgan ekan. Haligi odamlar darrov o'girilishibdi. Qaramaylik endi payg'ambarimiz bir ayol kishini yetaklab olib ketyaptilar deb o'girilishibdi. Shunda haligi odamlarning oldiga darrov borib to'xtatibdilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda. O'zimni xotinim Safiyani kuzatib qo'yapman debdilar. Ya Rasululloh, biz qanday sizga boshqa gumonga boramiz? Albatta begona ayolning kechasi yetaklab yurmaysiz-ku. Yo'q, insonlarning qonida shayton yugurib yuradi. Har xil xayolga borar deylar. Ma bir narsani o'ylab, shuni keyin qalbingizda shu narsa bir kuni fasod topardi. Mana o'zimni nikohlik jufti halolim Safiya deb aytgan ekanlar. Birodarlar, haqiqatda insonni qonida
shu narsa yurishi aniq bo'ladi. Bir xil odamni, namozxon odam, aroq ichmaydigan bir pokiza insonni birdan bir restoranning ichida ko'rib qolsak, ya bu nima qilib yuribdi? Bu namozxon desa, bu bitta restoranda nima qilib yuribdi deydi-da, mana shuni endi buyog'ini tutashtirib benzin sepib shayton. Shuda bu odamlarni ko'zisi shunaqa yuradi. Bu hayotda ko'p shunaqa ish bo'ladi. Bir ish bilan kirib qolgandir, bir odamni chaqirib chiqish to'g'ri kelib qolgandir, bir narsa olishga muhtoj bo'lib qolgandir. Bunaqa narsani keltirtirmaydi shayton. Ana, qara, sen ishonib e'tiqod qilgan odamingni qara restoranda yuribdi deyishi mumkin. Yoki bir boshqa bir hayotda bir begona bir ayol, hozirgi bizning zamonamizda biri balkim doktor bo'lishi mumkin, biri xo'jayin bo'lishi mumkin, biri nima ko'chada to'xtatib bir nimani gapirib turgan bo'lsa, siz mashinangizda bunday o'tib ketayotib qarasangiz, kecha jumada billa biz bilan namoz o'qiyotgan bitta boshyalang o'ris bilan gaplashib turibdi, ayol bilan, bu ham chatoqkan, bu yoqda shayton olib ketaveradi, birodarlar. Mana shu narsada gumonni shu narsaga yivartirmasdan to'g'ri gumonda bo'lsangiz, shayton adashtira olmaskan, shunaqa fitna fasodni keltirmaskan. Eng avvalo birodarlar, insonlar, o'zingizga ehtiyot bo'ling. O'zingizga hushyor bo'ling. Ko'chada nomahram bilan gaplashishga, mana shunday joylarga kirmaslikka, iloji boricha fitna ish chiqadigan ishga qilmang. Fitna ishlarni qiladigan ishlarni qilmang. Masalan, bitta oq do'ppi, hoji do'ppi deyiladi. Oq do'ppi kiygan, endi dadasi hojga borib kelganmi, ukasi hojga borganmi, akasi borganmi, bitta oq do'ppi kiyibdi. Be ochirib benzinga kis qilib yotibdi-da. Bu yerdagi qolganlar, ana hoji, ana namozxonni qaranglar, benzinni be ochib olmoqchi deb qo'li bilan ko'rsatishyapti. Shuni o'zida musulmonlarning obro'si to'kyapti-da o'zicha. Mana bular oq to'pini ham kiyaveradi. Mana shuncha odam obro'sini qilmasdan, hurmatini qilmay, navbatda turmasdan benzinga yopishyapti deb, shu yerda bitta oq to'ppi ko'zga ko'rinib ketyapti-da endi. Bu shayton shunchalik bo'rtib turib yuryapti. Haligi to'ppisi yo'qdan mingtasi nima ish qilsa, hech kim gapirmay bo'ynini qisib turadi. Bitta oq to'ppidan xatolik o'tsa, yo bitta soqol qo'ygandan xatolik o'tsa, bo'ldi. Uni katta qo'rishadi. Ana nimasanki bitta soqol qo'ygan mana unaqa qilyapti. Bitta oq to'ppi kiygan bunaqa qilyapti. Bitta hijobga kirgan qiz marojni yeyapti ko'chada ya. Hijob o'ragani nima? Oh, yo Rabbim. Mingta boshqalarniki ko'rinmay, bitta hijob o'raganniki-yu, bitta soqol qo'yib yo oq to'ppi kiyganniki ko'zga ko'rinar ekan. Bu kimning ishi? Mal'un iblisning ishi. Mana shu halol pok odamlarni, to'g'ri odamlarni tez yomon otliqqa chiqartirib yorib, bir fitnani chiqazishi payida bo'ladi. Nauzan billah, Alloh taolo avvalo o'zimizni saqlab yurishlikni Alloh taolo nasib etsin. Ko'p ishda befahm qilmasdan hushyor bo'lib yuraylik. Alloh taolo mana Qur'on o'qiganda adashib ketmaslik uchun nima dedi? Astagfirullah. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Nahl surasida Alloh taolo aytadiki, qachonki Qur'on o'qiydigan bo'lsang, a'uzu billahi minash shaytonir rojim degin. Mana qarang, a'uzini aytmoqlik mana shu yerda endi shart bo'ladi. Alloh buyurdi. A'uzini aytmay
Qur'on o'qilmaydi. Ya'ni panoh tila, quvlangan toshbo'ron bo'lib, la'natlanib quvlangan shaytonning yomonligidan Allohning nomi bilan panoh tilagin. Panoh tilamasangiz adashtirar ekanda, shu Qur'on o'qishda qattiq adashtirishga harakat qilar ekan. Shuning uchun auzu billahi minash shaytonir rojimni aytsangiz, hali shayton juda uzoqqa qochib ketib qolar ekan. Yoki mana Sehr bor birodar. Harut bilan Marut o'rgatib ketgan. Ahli islomda uncha bo'lmasa ham g'ayri dinlar juda buni berilgan hozirgi paytda. Duosi yo'q, namozi yo'q, odamlarni yotqizib qo'yapti. Ishlarini chalkash qildirib yuboryapti. Namozi bor, panohi bor odamga ta'sir qilmaydi-ki, buni daf qilib turadi. Mana shu sehr yetganda insonga amal deydi, bizni og'zaki tilimizda amal qilingan, boshqa qilingan deydi. Hozir birodarlar o'zingizga ma'lum pulga iymonsizlar nima ishlarni qilib yuboryapti. Pul bersa har bir narsani qilishga tayyorlar bor. Ana endi mana shunaqa sehr yetganda Qul a'uzu birabbil falaq bilan Qul a'uzu birabbin nasni o'qing degan Alloh taolo payg'ambarimizga. Va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam buni sizni bizga ta'lim berib ketganlar. Mana shu Qul a'uzu birabbil falaq bilan Qul a'uzu birabbin nas xuddi o'tin qanday yonib qurigan o'tin o'tda qanday yonsa, sizga qilingan sehrlar, amallar shunday yo'q bo'ladi. Ana buni namozxon odamni holi pok bo'lib yuradi. Ana endi namoz o'qimagan, duosi yo'q odamlarni juda ko'pini boshi og'riydi, mazasi qochadi, doktor analizini tekshiradi, sog' chiqaveradi. Hech joyda kasal yo'q, qurib boraveradi. Bunaqalar ko'p. O'zlari bir-birini sevishib, topishadi, bir-biriga keyin 1-2 oydan keyin tosh otib, yomon ko'rib, ajalib ketishadi. Bir yaxshi bir ishda ishlab turadi, keyin ishi yurishmay qoladi. Mana shular ko'pi sehr, iymonsizlarni, Xudodan qo'rqmaganlarni qiladigan ishlari. Agar inson namozxon bo'lsa, hech nimani kuchi yetmaydi. İnson ibodat yo'qmi, deganga ham uchib ketaveradi. O'shaning uchun namoz ko'p narsadan insonni namoz bu qal'a, bu qalqon ibodat. Albatta mana ibodatda qul auzu birabbil ayniqsa mana shu kechqurun yotishdan oldin qul huvallohu ahad, qul auzu birabbil falaq, qul auzu birabbin naslarni o'qib odam o'ziga dam solib yotish kerak. Bu juda insonni o'zi uchun, salomatligi uchun foydali narsa. Abu Niyoh aytadilarki, Abdurrahmon ibn Hanishdan so'radim, Qur'on o'qiganda qanday panoh tilashlikni bilamiz? Sehr, jodu tekkanda nimani panoh o'qish oyatini bilamiz? Boshqa balolar kelib qolganda qanday duoni o'qish kerak? Sen hiç payg'ambarimizdan eshitganmisan? deb so'rasa, u odam aytdilarki, men topdim. O'sha duoni men topdim, eshitganman, bilganman. Ya'ni bu bir arabiylar qishloqdan mash'alalarni qilib, bularning ichida albatta mal'un shayton bor. Bu ularni ichiga vasvas solganki, Muhammad sizlarni butlaringizni, e'tiqodlaringizni yolg'on deyapti, borib o't yoqib o'zini yuzini kuydirib kelamiz. Bunga iblis katta xizmat qilgan, ichiga kirib olib. Yosh yigitlar sharob ichib olib, hammasi shayton qonlarida yugurib,
haligi mash'alalarni olib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning uylariga qarab yurish qilishgan. Hozir yoqamiz, yoqib kuydirib yuboramiz. Sarvar olam ibodati qilib bo'lib qarab turganlar. Ana shunda Alloh Jabrail alayhisalomni yubordilar. Jabrail alayhissalom kelib haligilar qo'lida mash'al turganda Sarvar olamga aytdilar: "Ayting." Ya'ni qul nimani aytayin dedilar Sarvar olam. Shunda Azrail alayhissalom aytdilarki, "Mana bu duoni o'qib o'zingizni Misrga boruvdim, voy o'tuna birodar, odamzod hamma joyda bitta. Yaxshi bor, yomon bor, iymonli bor, iymonsiz bor. Aroqxo'r hamma joyda bor. Gunoh qilaman degan, savob ish qilaman degan, Alloh degan hamma joyda har xili bor. Odamga qarab ibodat qilmang. Odamga qarab, millatiga qarab, boshqa joyga qarab ixlosingizni baland past qilmang. Siz faqat Allohni taning, Allohga e'tiqod qiling. Alloh taoloning qudratiga qoyil qolavering. Qolganlar hammasi banda. Bu dunyoda xatosiz banda yo'q. Bu eng lodon odamning gapi. Voy, shundoq Makkatullohga borsam, o'shatda nollar isrof bo'lib, shundoq o'shatda isrofgarchilik u o'ylamaydi. Shuncha ishni ko'rdim. Oltinlarni, oltin kumushlar qarovsiz bemalol turibdi, qorovuli yo'q, o'g'irlik yo'q. Shuncha million odamni bir kichkina shahar kutib oldi. Ha endi uncha muncha o'shatda shu ishlar bo'lmasinmi? Ha, shunchalik dovdiramasdan shularni kuzatib olyapti. O'shatda shuncha savob ishlarni ko'zi ko'rmay, nonlarni isrof qilar ekan ko'rdim deb odamlarni ixlosini beixlos shaytonga egilib qolgan o'ta gapirib o'tiradi. Hamma joyda yaxshi tomonni ko'ring. Bor endi dunyoda o'zi kir insonlar bor, kir qidiradi. Hali o'rdak dengizni xolamas ekan. Oqin toza daryoni xolamas ekan o'rdak. U maqadi, erta balchi yo'qdi. Hali balchig'i bor, chuvalchangi borni ko'rsa, ana endi joyimni topdim deydi. Toza daryo, toza dengiz suvlari yo daryolarniki unga yoqmaydi, u balchig'i yo'q uni. Shunga o'xshagan insonlar bor. Qayta g'alva, qayta bir nopok narsalar bo'lsa ko'rib, shulardan bir gap topib, yo shulardan bir ozuqalanib yuradiganlar. Har bir paytda debdilar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam odam zotning ko'ngliga yaxshi niyatlar kelsa, biling Allohdan, Allohga hamd va sano eting. Ko'nglingizga yomonlik, bir insonga yomonlik qilish, yo bir insonni ig'vosini qilish, yo bir odamni yaxshilikdan qaytarishlikka o'xshagan narsalar kelsa, biling bu shaytondan. Darro auzu billahi minash shaytonir rojimni aytib, la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim deng. Buni misolini bir olim shogirdini sinab ko'rish uchun aytgan ekan. Bunga diqqat qilib turinglar. Gap, hikoya qayoqqa ketadi? Bir ustoz shogirdiga aytibdi: "Senga shayton yo'liqsa nima qilasan?" "Jihad qilaman, qil deganini qilmay harakat qilaman." "Yana senga kuchayib kelaversa-chi?" "Jihad qilib qaytaraveraman." Menga qarama, bir qo'ylar boqilayotgan joydan o'tib ketayotganding. Qo'ylarni qariydigan kuchi yo'lingni to'sdi. O'tkazmayotibdi yo'lingdan. Nima qilasan?
hali kuchini bir amallab aldab turib qochaman. Quvlaydi. Nima qilasan shunda? Qo'y chuvonga, podachiga, "O, itingizni olib turing, o'tib ketay" desang, haligi qo'ychivon itini oldiga chaqirib oladi, yo ushaydi, sen o'tib ketasan. Shayton yo'lingdan chiqsa kurashaman dema, Alloh taoloni maqta. Allohga iltijo qil, sendan ketatirib oladi. Jihad qilaman deb yengishing qiyin. Allohdan panoh tilasang, Allohning nomini aytsang, Allohning nomi chiqishini o'zida ketadi. Allohu akbar, alhamdulillah, subhanalloh, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim, Allohu g'olib, Allohul aziz. Mana shunday bir nimalarni aytib qo'ysang, o'zi kifoya. Allohning nomini o'zi kifoya. Shayton mal'un seni oldingdan qochib ketadi. Endi birodarlar, bir qiziq bir savol keldi bir birodarimizdan jumaga chiqayotganimizda. Jaloirlik 70 ga kirgan o'ris odam, "Men shu musulmonlarning mozorida ko'milsam, meni butun do'stlarim, qo'shnilarim, billa bo'lganlarim shu yerda yotibdi. Nima deysan?" desa, endi o'qimagan odam nima deydi? "Ye, sen sunnat qilinmagansan" deganda birinchi gap edi. Bu gap unda emas. Kim musulmon bo'lganlarni unday qilmaydi. Bu bir sunnat. Tirnoq olganday gap. Soqolli mo'ylovni to'g'irlagandaqa gap. Buni bilan musulmon bo'lib yo musulmon bo'lmaslik o'rtaga qo'yilmaydi. Buni tushunib oling. Ikkita o'lik dengizdan chiqib qolgan odamlar topgan ikkita o'likni. Qaysinisiga janoza o'qiymiz? Qani qaysinisi musulmon ekan bilaylik. Bittasi sunnat qilingan, u tirnog'i olinmagan, mo'ylovi og'zini bekitgan, haligi joylari tozalanmagan, faqat sunnat qilingan. Boshqasini qarasa, u sunnat qilinmagan, hamma joyi tozalangan, mo'ylovi og'zini bekitmagan, tirnog'i olingan. Bu musulmonning bolasi ekan, u kofir bo'lib yashagan ekan deyishdi. Bu kofir bolasi ekan, u keyin musulmon bo'lgan ekan, ana shunga o'qiymiz janozani. deb o'sha tirnog'ini olgan, haligi joylarini tozalagan, mo'ylovini og'ziga tushirtilmaganni janozasini o'qishgan. Birodarlar, gap birinchidan yerda emas. Bu bir. Shu musulmonlarning mozorida yotsam deganni o'zi islomga ko'yni moyil bo'libdimi? Shappa ushamaysizmi? La ilaha illalloh de. La ilaha illalloh desin. Uyingdan cho'chqa go'shtlari u bularni endi tasha. Kapallanib xo'p desang, ketganingda gurob etga qo'yilmaydi. Kapanlaymiz, tovutda ko'tarib yuv olib boramiz. Ha, bitta odamni musulmon qilaylik, hammani ko'p odamni kofir qilib yuramiz ko'pincha. Ana shuni ko'ni moyil bo'lgandan keyin bu yoqda ishni bajarib, yurg'izdirib, sen unaqasan, sunnat qilinmagansan, balay battar deb o'tirmasdan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb ummati Muhammadni ko'paytiring. Sekin asta musulmonchilikni gapiring. Musulmonga havas qilibdimi? Qanday yaxshi. Musulmonlar unaqa, musulmonlar bunaqa deb yurgan o'zbeklarimiz kam deysizmi? Xristian diniga kirib ketayotganlar kammi? Endi bitta benamoz arachi yuradigan savol beramiz bittasiga. Mabodo musulmon shu botkinga ko'milib qolsa nima bo'ladi? Sandaqa namoz o'qimay yotgan odam botkindami, shahzandim bu odammi, nima farqi bor uni?
Xudo taolo egam o'zi hisobini qilib oladi. O bir narsani aytib beruvdim 1 yil oldin. Hindistonda o'lgan qizni jasadi Madinada bo'lib qolib, Madinada o'lganniki Bombeyda bo'lib qolgan, Hindistonda. Sizni o'sha xristian mozorigami, yahud mozorigami boshqa yer topolmay ko'msin. 5 vaqt namoz o'qib, Alloh deb yurgan bo'lsangiz, Alloh o'sha yerda jannat qilib yormaydimi? U yoningizda yotgani sizga nima ta'siri buni? O'tga bir jasad boradi-yu. Bu qancha shahidlarimiz qolib ketdi Rossiyalarda yu boshqa joylarda. Alloh ularni ruhimizni unuq qilsin Allohim. Bu gap u ikki gaz joyda emas. U shu omonat, mana bu turpoqdan olingan jasad qaysi turpoq bo'lsa ham beramiz uni. Lekin ruh u sizda yoningizda yotgan sizga ta'sir qilmaydi. Endi umringizda namoz o'qimadingiz, Alloh demadingiz, Xudoga tosh otdingiz, sizni olib kelib Makkani eng zo'r mozoriga ko'mib qo'ysin. Jannatga kirib ketmaysiz. Qilgan ishlaringizni javobini berasiz. Baribir insonni tirik paytidagi qilgan amali bilan bog'lanadi. Ana shu rus odam shu musulmonni mozorini havas qilibdimi? Demak, u musulmonchilikni havas qilyapti. Musulmonlarning yonida yotqisi bor. Unga kalimani o'rgating. Jumaga olib keling. Men bu yerda turib la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desin. Mana bu yerda to bizni mozorimizda biz bilan hamma yon bo'lgungacha mana bu yerda ham saf bo'lsin, safi islomda tursin, namoz o'qisin. Dinimizda millat ajratish yo'q. Millatidan, irqidan qat'iy nazar kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedimi, u payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati musulmon. Yosh katta bo'lgandan keyin u avrat u bekitish kerak, farz u. Uni qilish sunnat bo'lsa, endi bekitish farz. U bo'lmayoq musulmon bo'laveradi. Alloh taolo hammamizni rushdi hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Mana shunchalik musulmonlarni xulqi yoqib, xulqimizni ko'rib, birovni zo'rlash yo'q. Odobimizdan, xulqimizdan, yuragimizni tozaligidan bizni ko'rishib, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desin. Musulmonlarga havasi kelsin. Qo'pollik qilmang. Bir odam sizga qo'shilay desa, itarvormang, sen kimsan? Bor, sen unaqa emassan demasdan chaqirishga, bag'ringizga olishga, shu bilan islomni muhabbatli qilib ko'rsatib, dini islomni qanaqa din ekanligini bildirib qo'yish kerak. Alloh taolo qilgan amri ma'rufimni dargohida qabul aylasin. Hammamizni rushdi hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. O'ylagan maqsad murodlarimizga Alloh taolo yetkazsin. Allohumma Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Ana masjidni qurdirayotgan, masjidga xizmat qilayotganlar hammalarini Alloh taolo maqsad murodlariga yetkazsin.